Assalomu alaykum. Bugun membrana orqali moddalar transporti haqida gaplashamiz. Bu plazmatik membrana u hujayralarimizni o'rab turadi. Membrananing asosiy vazifasi tanlab o'tkazish xususiyati hisoblanadi, ya'ni u har qanday moddani o'tkazmaydi. Transportning ikki turi bor. Birinchisi bu passiv transport. E'tibor bering, bu jarayonda energiya sarflanmaydi. Passiv transportga diffuziya misol bo'ladi. Bunda moddalar yuqori konsentratsiyadan o'z-o'zidan past konsentratsiyaga qarab harakat qiladi. Molekulalar konsentratsiyasi tenglashguncha harakatlanadi. Ikkinchi va murakkab turi aktiv transport hisoblanadi. Bu jarayon uchun albatta ATP, ya'ni hujayra energiyasi sarflanadi. Aktiv transportda moddalar konsentratsiyasi gradientiga qarshi, ya'ni past konsentratsiyadan yuqori konsentratsiyaga majburlab o'tkaziladi. Aktiv transportning klassik namunasi kaliy-natriyli nasos hisoblanadi. U ATPni ishlatib natriy ionlarini hujayradan tashqariga, kaliy ionlarini esa ichkarida saqlaydi,